Ustozimiz Rizpay Haydarovich haqida gapiradigan bo'lsak, biz bilamizki, butun demak O'zbekistondagi ta'lim tizimini rivojlantirishga hissa qo'shgan buyuk arbob sifatida ko'ramiz. Nafaqat ustozimiz xalq ta'limi, oliy ta'lim, balki mana shu professional ta'lim tizimi, ya'ni kollej tizimi tashkil etilganda ham birinchi bo'lib mana shu kollej, ya'ni professional ta'lim tizimini rivojlantirishda o'zlarini ulkan hissalarni qo'shgan ustoz sifatida bilamiz. Bizda bu sohaga qiziqishimizga asosiy sabab ham bevosita mana shu ustozimizni mana shu sohani O'zbekistonda 97-98-yillarga olib kelib 2000-yilgacha demak bevosita rahbar sifatida boshqarib ushbu tizimni rivojlantirishida o'zlarini qo'shgan hissalari nafaqat ilmiy jihatdan, balki o'sha hayotiy, insoniy fazilatlaridan kelib chiqqan holda biz ham ustozga havas qilganmiz va mana shu sohani tanlab, demak bugungi kunda mana shu professional ta'lim tizimida o'z faoliyatimizni olib boryapmiz. Ushbu faoliyatimiz doirasida 2010-yillardan keyin ustozimiz yozgan asarlari, qilgan o'sha ilmiy ishlarini o'rganib, biz ham mana shu yo'nalish bo'yicha ilmiy qilish bo'yicha maqsad qilib olganmiz va bevosita o'sha ustozimizni yo'llarini tanlab, mana shu tanlagan mavzulari bo'yicha bevosita biz ham shu soha bo'yicha ilmiy ishlarimizni bajarganmiz ustozimiz rahbarligida. Nafaqat ustozimiz ilm jihatidan o'rnak bo'ladigan ustoz, balki hayotiy jihatdan, insoniy jihatidan, o'sha tarbiyaviy jihatdan komil inson sifatida ham biz ustozimizdan juda ko'p o'rnak oladigan darajada xislatga ega inson hisoblanadilar. Bir oddiy o'xshatish keltirib o'tmoqchiman. Oddiygina bir niholni ham bog'bonni qo'liga beradigan bo'lsa, u yaxshi bog'bon bo'ladigan bo'lsa, o'sha niholni chiroyli qilib avaylab o'stirib, o'sha hosil beradigan darajaga olib keladi. Ayrim bog'bonlar bor, o'sha hosil beradigan tayyor bir niholni bersangiz ham quritib qo'yish nimasiga olib keladi. Demak, Rizpay Haydarovich haqida gapiradigan bo'lsak, ustozimiz xuddi o'sha yosh niholni gullatib, o'sha hosilini beradigan, butun o'sha xalq mana shu hosildan bahramand bo'ladigan darajada shogird yetishtiradigan ustoz deb bilaman. Demak, ustozimizga men uzoq umr tilayman. Mana shunaqa tabarruk, muborak yoshlarni bir nechtasini ko'rishlarini, oilalari baxtiga, farzandlari, nevaralari baxtiga va biz shogirdlarning baxtimizga, mana shu ilm sohasi baxtiga sog' salomat bo'lishlarini tilab qolaman. Umrlari uzoq bo'lsin. Yanada mana shu tizimni rivojlanishiga o'zlarini hissalarini qo'shib, o'zlarini maslahatlarini berib, demak, bugungi kunda o'sha ta'lim sohasini nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda o'sha rivojlantirishga ham hissa qo'shishlariga uzoq umr, kuch-quvvat tilab qolaman.